olingan buyumlarni ilib qo'yish mumkinmi? Shu borada dinimizda nima deyilgan? Rahmat. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mashinalarga, uylarga, odam doim ko'zi tushib turadigan mumkin bo'lgan joylarga duolarni, biror bir eslatadigan sunnatni yoki biror bir tasbihni, istig'forni ilib qo'yishlik mutlaqo joiz bo'lgan amallardan hisoblanadi. Ya'ni o'shani ilib qo'yishdan maqsad har ko'rganda, ko'zim tushganda bir tasbih aytsam, bir subhanalloh desam, la ilaha illalloh desam kabi maqsadlar ustiga qurilgan harakat bo'lsa, inshaalloh bu afzal amal, to'g'ri amal, joiz amal bo'ladi. Ammo yuqoridagi narsani savolda so'ralganidek ziyoratgohdan biror bir buyumni sotib olib, bunda baraka bor, shuni mashinamga ilib qo'ysam, meni saqlar ekan. Shuni mashinamga qo'yib qo'ysam, men balo qazolardan demak omonda bo'lar ekanman kabi harakatlarni maqsadida qilinsa, bu Alloh asrasin katta gunoh bo'ladi. Agar buni yana ham insonni qalbidagi niyatida buzuqlik ko'payib ketsa, shirkka olib borishi mumkin bo'lgan katta amal hisoblanadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Oddiy ma'noda mashinamizga ilib qo'ygan narsadan faqatgina eslanish uchun, eslatish uchun foydalanishimiz joiz bo'ladi. Shu ma'noda ilib qo'yishimiz durust bo'ladi. Boshqa maqsadlarda bu narsani qilmaslik kerak. Chunki Qur'oni Karim ham sunnatda kelgan duolarning barchasi ilib qo'yilish uchun emas, balki uni doimiy o'qib yurish uchun demak bizga buyurilgan amallardan hisoblanadi. Allohu a'lam.